turdimda, o'rnimdanchi bir normalniy turdim o'zim ushlab. Erkak kishilar minday-mindaylab turdi rayonda. Rayonda tushirib dapros qildim men uni. Ikkitasini. Ziram bo'yicha ham bermadi-da, voy bila, vijdoni yo'q ekan. Militsiyaga yozaman meni tepganiga deb u yerga yotib oldi-da, bila. Shopir tushdi. Bittasini qoniga qaratib bitta tepdim. Efirda o'chir militsiyaga telefon qilganimda men narsani bersin dedim-da men uni. O'sha meni urgandan keyin danna chachimni qo'yib olmasligidan zirasi ilashadi deb bitta ziram o'sha og'rib qoladi-da. Endi jichcha og'rib qoladi-da ziramchi. O'novi ham, "Mo ko'ynakda olgan yerim ham ziringiz tushib qopti asalim" deydi. Ziringiz tushib qopti asalim deb beruvdi. Uni ko'ynaklarga ilashmaydi. Tashqariga chiqqandan keyin bozorda ham "Kimning uyimga kelishding deb yozyapsizlar" deganimda ziram ham turibdi-da. Qorong'u joylar ekan bu yer. Mashinaga chiqqandan keyin ham "Mashina tinch-ha" degan yerlarimda ham ikkita ziram turibdi-da. Zapis monovi efir o'chgandan keyin avtomatik uyatga tushadi ekan, u bolaga gap otgan yerlarim ham bor ekan meni. Yo'q, men gap otmaganman. Prosta sizlarga gapirayotganimda efir qilasanmi, kulgi tayinmi deb endi ketyapti-da gapchi. Keyin ular menga mendek qivorgan bo'lyapti, uje menga danna bo'lib turib uni qarochi xirjillagandan keyin orqadagi qanjiqlar qichiyapti. Qichigandan keyin ular tam bu ham yaxshi ekan, video nablideniya. Bila, yaxshilar bonu telefon tutadi o'zichi. Yaxshilar efir qiladi. Yaxshilar efir qilaman-da, bila. Hozir 1 minut. Bila, shunaqa voqealar bo'ladi. Hayotda ziralarimni yechirib ketishganda 19 yoshimda. Telefonlarimni qo'limdan olib qo'ygan. Men TikTokda efir qilib yurardim u paytda. Endi zvezda bo'layotgan paytim edi meni. TikTokdan efirlar ochganman. Hozir ham meni urayotganda mashiqasiga bitta soldim-da, telefonim ushlayotdi. Mashiqasiga betiga qaratib solib tindoqlarim bilan mana qilib rosa o'ynadim. Tindoqchalarim bilan. Ishoninglar, tindoqchalarim bilan ichigacha chuqurdim. Oldimga yaqinlashtirmadim. Voydod deb mashiqa qiliqlar qivordim bir. Futbolkalarni qo'yib olmay, chachimni qo'yib olmasang, dakanza turaman, pastga tush deb rosa mushlashdim. Mashina qilib qirvordim ichini. Mashina qilib rosa o'ynadim yetib. Lekin hech narsa bo'lmagandek yetib, mashinadan tushgandan keyin narsamni bermadi yetib. Ungacha militsiya bilan gaplashib ketyapman. Yo'lda bo'yida hammaga telefon qo'yganman. Biznesim chiqyapti, birov meni urdi, ashim bilan bo'lib qo'yganman. Ularda ap tushib, narsani sug'urish esimdan chiqib qopti. Mana aql ushamaganimni qaranglar-da, qulog'imni. Har doim ushaydigan qiz edim, charchaganman-da, qora suvdan. Hamma odam charchab chiqadi deb o'g'illik qilib qo'yyapti, deb biznes. Charchaganim uchun yo'q-de u narsa bila. Bila, o'zimni vaziyatimni o'zim tushunib turibman. Prekrasno, birovga tushuntirish qiyin bo'lyapti bu narsaga. Bunday xursandchiligimga birov bu xursand deyapti-da, endi yig'lavermayman, hadeb o'ylab. Yig'lashimning foydasi yo'q, siqilishimni. Undan ko'ra harakat qilib toptirtiraman. Buni biz pulga olganman buni. Buni o'g'illik qilib, tilloni mana qilib ushlagan ham qo'qaslar-ku tilla bozorda, to'g'rimi? Bitta yinasini teyib qo'ysanglar, olib borib turib mandek qilib o'tkazadi ichkariga. Mashina qilib turib ichkariga o'tkazadi tillasini deysanglar birovni. Birovni minday tovarini minday ushlaydi bozorda, o'tkazadi, rakum yotkazadi. Tilla bozorda. Shuncha pulimizga sotib olganmiz buni. Bila, bekar urdi-da. Bila, rakum yotkazadi, tushunyapsizlarmi? Odam tillani ushagani qo'qadi odam. Rakum yotamiz. U tillani ushagandan keyin
Milisada yotamiz bilya. Nima qildik endi? Uf. Vijdoni bilan bo'lib olib kelsa yaxshi edi. Ertaga zavlen yozib bo'lsa ham to'latish kerak edi. Ungacha ular bematda gaplashsam ham. Choli gaplashib ketmatda vijdoni bo'lganda berarda. Rosa gaplashdim mashinada tushib mendek turdimda erkak bo'lib turdim. Bematda uni ustidan yozishim kerak ekan bo'ldi. Bo'lmasam to'lamaydi ekan.